Xonaga kirib yig'lab oldim. Ichida tirqishli skriching hosil qildik. Keyin reabilitatsiyaga o'tdik. Ayolimiz uchun ham, men uchun ham bu oson qaror bo'lmagan. Chunki 16 yillik bepushtlikda любой doktor birinchi qaysi etapni bajaraman degan savolni o'ziga beradi. Xullas reabilitatsiyadan keyin navbatdagi ko'rikka keldilar, ko'rdik, tekshirdik. Folikula o'zi o'sib, o'zi yorilishni boshladi. 16 yil ichgan dorilardan hammasidan voz kechdilar. Men aytdim, keling operatsiya natijasini ko'rish uchun 6 oy kuzatamiz dedim. Lekin bitta lekini bor. Men o'zim hisoblab sanab yurdim, chunki muddati katta bepushtliklarda men o'zim kutaman deb, men boymanmi bemorim kelishlari kerak deb. 6 oy bo'lmasdan 5 oyda qabulimga keldilar. Qabulimga kelganda shunaqangi chaqnab kelyaptilar. Haligacha ko'z oldimda-da. Hali ularni o'chirtlar kelmagan. Bilasiz, qabulim muddatdan oldin yozilish orqali amalga oshiriladi. Birinchi eshikni ochdilar-da. Dildor opa, meni hali vaqtim kelmadi, lekin shuni ko'rmasangiz bo'lmaydi deb. Qo'llarida test turibdi-da, homiladorlik testi. Operatsiyadan keyin 5 oydan keyin tabiiy natija, tabiiy homiladorlik bo'lgan. Hech qanaqa gormonsiz, ortiqcha qo'shimcha metodsiz. Bilasizmi, o'sha paytdagi hayajonim haligacha esimda. Men уже xursand bo'lib ketdim, lekin xonamda bemor bor. O'zingiz tasavvur qiling, siz shifokorsiz. Nima bo'lganda ham emotsiyangizni me'yorda ushlashingiz kerak. Quchoqlashdik, bir-birimizni tabrikladik. Men aytdim, hozir vaqtida chaqiraman dedim. Sekin ketlardan o'zim chiqib ketdim, boshqa xonaga kirib yig'lab oldim. Chunki 16 yillik bepushtlik bu kichkina muddat emas. Hammaga ham nasib bo'lmaydi va hamma shifokor ham bunaqa jarayonga, bunaqa ko'p yillik bepushtlikka sababchi bo'la olmaydi-da. Alloh menga shuni nasib qildi. Keyin qabulga kirdilar, tavsiyalarni berdim. Homiladorlik zo'r o'tdi. Endi 16 yillik bepushtlik bo'lgandan keyin уже yosh organizm hisoblanmaydi. 40 ga yaqinlashib qolgan yoshlar. Zo'r o'tdi, bitta qizchalik bo'ldilar. Hozirgi kunda bu oila уже ikkinchi farzandini kutyapti.